o'rtoqlar, iltimos sizlardan mana shu videoni Alloh uchun ko'ringlar. Bu videoni e'tiborsiz qoldirmaysizlar degan umiddaman. Aka, qanchadan beri bu kasallik bilan kurashyapti farzandingiz? 4 oydan oshdi. O'zi necha oylik? 7 oy. 7 oylik. Qancha mablag' bo'lsa tuzatamiz? 30 million degan. 30 million. Bular egzi. Bu Zuhrami? Zuhra. Bu Zuhra. Fotimasini dedim. Mana Fotimasi. Bu Fotima, bu Zuhra. Xudo xolasa sinini tuzatib olamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Men oilamga ishonaman. Xudo xolasa ehson qiluvchilar hamma yordam beramiz. Hammamiz birgalashib yordam beramiz sizlarga. Yo akamizni bular uje ikkinchi farzandlari ekan, egizak bo'lib tug'ilishgan, birinchi farzandlari o'tib qolgan ekan. O'rtoqlar sharoitini ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qo'lingizdan kelgancha yordam qilinglar. Moddiy tomonlama qulubinglar